Ishlayapman aka, yo'qlar yo'q. Tirikchilik, qaltir ishlayapman. Rossiyada 7-qavatdan tushib ketayotgan qizaloqni qutqarib qolib, qahramonga aylangan qashqadaryolik yurtdoshimiz Xayrulla Ibodullayev O'zbekistonga qaytib kelib, katta e'tibor bilan kutib olingandi. Biroq bu yerda ish topa olmagach, yana Rossiyaga ketgani aytilmoqda. Xabaringiz bor, Qashqadaryoning G'uzor tumanidan bo'lgan Xayrulla Ibodullayev Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 7-qavatdan tushib ketayotgan 6 yoshli bolani qutqarib qolib, qahramonga aylangan edi. Rossiya tomonidan unga 1 million rubl va Shavkat Mirziyoyev tomonidan jasorat medali ham berilgandi. Qahramonligi ortidan Rossiya va O'zbekistonda mashhur bo'lgan yurtdoshimiz katta e'tibor va qiziqish bilan kutib olingan edi. O'shanda intervyu bergan Xayrulla Ibodullayev Rossiyaga ishlash uchun qaytmoqchi emasligini aytib, u endi O'zbekistonda ishlamoqchiligini aytgan edi. Biroq so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarga ko'ra, Xayrulla Ibodullayev yana Rossiyaga ishlash uchun qaytgan. Undan qaytish sababi so'ralganda, tayinli ish topolmaganini, 4 nafar farzandining ta'minoti va ro'zg'ori uchun yaxshi ish kerakligini aytgan. Uning Rossiyaga qaytishi turli va qarama-qarshi fikrlarga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring.